orqali butun islom olamida ilm, xayr, baraka ko'payib bordi. Mana shu paytdagi ilm ma'rifatlarni misoli tariqasida tarixchilarimiz, ulamolarimiz Ibn Sinoni o'qish tarixini keltirishadi. Ibn Sino butun dunyoga mashhur odam. Shu odam qanaqa qilib o'qigan? Buxoroda tug'ilgan, Buxoroda o'sgan, Buxoroda o'qigan, Buxoroda olim bo'lgan, Buxoroning odami bo'lib tanilgan. Ana bizning yurtimiz Ibn Sinoni davrida qanaqa ekan o'qish? Nima deydi ular? Aytadilarki, Ibn Sino 10 yoshgacha madrasada o'qidi. 10 yoshgacha. Ana o'sha 10 yoshgacha madrasada o'qib, Qur'oni Karimni to'liq yod oldi. Va boshqa o'sha paytdagi madrasalarda qo'yilgan darslarni yaxshi o'zlashtirib, kitoblarini o'qib yod oldi. Demak, fiqhni o'rgangan, tafsirni o'rgangan, hadisni o'rgangan, hammasini o'rgangan. Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. Shuning uchun hozir mana Toshkentdagi Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutida Ibn Sino rahmatullohi alayhni Qur'oni Karimni kichkina suralariga yozgan tafsirlari bor. Ixlos surasiga, Falaq surasiga, Nas surasiga, yana boshqa bir qancha suralarga yozgan tafsirlarini qo'lyozmasi hozirgacha turibdi. Buni o'sha demak Beruniy nomidagi qo'lyozmalar institutining katalogi bor, o'zlarida bor kitoblarning ro'yxatini chiqargan. Shunda ochsangiz u ko'pligidan bir pasda chiqadi. Ko'p haligi narsalar. Ana u demak yaxshi o'quvchi bo'lganligi uchun otasi Alloh rahmat qilsin, o'g'liga alohida o'qituvchi yollab olishga harakat qildi. Birinchi deydi qonunni o'rgandi. Undan keyin hisob ilmini o'rgandi. Hisob ilmini kimdan o'rgandi? Bir ko'mirfurushdan o'rgandi deydi. Qaraylar, o'sha vaqtida Buxoroni ko'mirfurushi Ibn Sinoga ustoz bo'ladigan odam ekan. Demak, tirikchiligini ko'mir sotib o'tkazadi, o'zi olim odam. Yuqori saviyadagi o'tkin zehnlik talabalarga alohida dars beradi. Hisobdan dars beradi. Ibn Sino hisob ilmini o'sha odamdan o'rgandi. Undan keyin otasi shu Buxoroga kelgan boshqa bir katta ustozni yonlab, meni o'g'limni yaxshilab o'qiting deb berdi. U odam falsafaga nihoyatda usta odam ekan. Ibn Sinoga falsafani o'rgatdi. Ibn Sino bir pasda